Malaka, biz hozir uy quryapmiz. Nimani sindirding? Bu bizning qalamiz bo'lyapti. O'zimiz qishloq yaratyapmiz. Imperiya. Qal'aga ichiga qal'ali uylar ham quramiz. Qal'ali uy qurilib bo'lgan. Faqat uni tepasiga bezatishimiz qolgan. Hozir biz buni quryapmiz. İçini jihozlab bo'ldingmi? Yo'q. Qaysi biridasan? Ikkinchisi. Ichiga narsalar ham solyapsanmi birdan? So'raymi? Sol. Kasada böyle odam turadi-ku. Yig'ilgan mag'rib chiqib qo'yadi. Mayli, hozir borib ko'raman. Mana men hozir buni bitkazyapman. Bundan tashqari yana ikkita bor. Naryoqda PlayStation joyi bor. Har bir kechada bitta uy bityapti, bitta do'kon bityapti. Katta qilib bitsin. Mana oz qoldi. Ana qurib bo'ldi. Endi do'konni ichini ko'ramiz. Biz kreativ sotib oldik. Shuning uchun kreativdamiz hozir. Yani Sonya'da o'tib o'ynayapmiz. Kreativga o'ynayapmiz. Sonya'ga o'ynalmadik. Chunki bu nima sandiqlarni ko'paytirmadingmi? Bo'laman. Yo'q, bo'ladi. Chunki 5 taga mashina dunyam katta. Ko'p o'ldiryapsanmi? Bu yo'q, qayer. Bunaqa joy qurmagandim. Bu o'ynaydi joy. Kasada pul bo'ladi-ku. O'sha turgan pulni hammasini sotib qo'ygan joy. Nima to'ldirmading bularni? Bo'pti, men ketdim, shunda qilaveray. Ana sizlarga ko'rsataman hozir qurgan uylarimiz. Mana yog'ochdan qurgan uylar go'mishlar uchun. Go'mishlar uchun alohida uy. Endi bu keladigan ba'zi bir pul ko'plar uchun-da. Mana. Mana bu yashil uy ham o'shalar uchun. Mana bu faqat sal anaroq uchun. O'rtacha bo'ladi-ku. Mana bu ham boylar uchun. Lekin anovi. Bu yerga anolar kiradi. Hozirda kvartira bu. Kvartira 2-3 kun turadiganlar kiradi. Bu sandiqlarga hech narsa solmaydi. Desam ekan, bu yerda bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita devon bor. Xo'sh, yana bitta sandiq yetishmay qolibdi. Ishqib 7ta mijozga 7ta devon, 7ta anoq solib qo'yganmiz. Kech bo'pti-ku. Hozir zombilar chiqa boshlaydi. Mana bu mayoq. Mayoqni bilmayman nima bilan o'ragan bu. Ana bilan o'ragan. O'yna. Bu birinchi qavatda hech narsa yo'q. Chunki buni hozir
Chunki bu yerda sklad qilamiz, hali sandiqlar joylashtirib chiqamiz. Bu yerga kamida 20-30 ta sandiq joylashtirishimiz kerak. Mana biz 3 kishi o'ynaymiz o'yinda. Shuning uchun bu kichkina ukamning joyi, mana uyi bu. Mana kichkina ukamning uyi, mana. Mana bu kichkina İkinci ukamning. etaj bo'lsa, ikkinchi etaj uylar bo'lsa, o'zlaridan boshlab ketishlar bo'ladi. Xolos. Ben çıkmamasa kaptırırım. Ay tepaga chiqib ketdim 3-qavatga. Bu 3-qavat. Bu katta ukamning joyi. Hozir men 3-qavatga chiqib ketibman. Mana hammasi shunday joyda. Agar siz nima desam ekan, 3 kishi o'ynaymiz. Hozir katta ukam ketgan. Ishga qo'ygan laboratoriyalariga borib ketgan. Mana bu o'zimning uyim. Ular mana bunaqa narsani kamroq qilgan. Men o'zimga to'g'rilab qilganman. Mana bu meniki. Endi men ham uxlab charchab qoldim. Shu uxlashdan ko'raman. Charchoqlarim esimdan chiqdi. Endi Charchoqlarim esimdan chiqdi. Ozroq o'tiray. Televizor ko'rgim kelyapti. Ish ko'p mayli ozroq o'tirib olay. Manzarani tomosha qilib o'tirishga nima yetsin? to'g'rimi? Agar to'g'ri bo'lsa, bitta like va komment yozib qoldiring. Bizda manzara ham yo'q, faqat daraxtlar bor, bir tekis. Bu ishim davom etmoqda. Manzara ham yo'q. Bizda da bor, endi Eshiging yo'qmi, uka? Ketgansan. Ne iş yapardın? Böyle kuşattı. Hozir bu yerda mana bu ikkita joyda keyin plastikni qazganimcha pauzaga olib turaman. Hozir pauzaga olib turaman. Pauzaga olib turaman. Mana men yana bittasini qazdim, bitta qoldi. Keyin mana endi PlayStation'ga deb ajratilgan joyda qilamiz. Tomoqani ishlari ham ko'payib ketibdi. Tomoqaga tegishmang. Tomoqani ishlarini ham qilish kerak hali. Ya unisi. Qo'shiq aytadigan joyimiz-ku. Mana biber botgan, bilarmi tomoqani? Ya tomoqani qo'ygan-ku. Yo'q, ishlari ko'p deyapman. Qanaqa ishlari? Bularni hammasini olib qayta ekish kerak. Shuncha qilganini Qayta ekish kerak-da. Buni biberda qilamiz-da. Hozir 2, 3, 4 ta. Bo'ldingmi, uka? Bo'ldingmi? Ki o'zimizga boshqadan beramiz. O'zingizdan ber. Mana. Keper. Keper? Keper. Reker bilan keper bor-ku. Yana moslashtirgan. Git düştü. Bitti mi? Men ham o'ylab topolmadim. O'zing bilasan, kit tushdi, faqat uxlashimiz kerak.
To'xtab tur. Men shu bitta devorni bitkazib olay. Yo'qladim. Bitmay qoldi. Opamlar keldi. Bo'pti do'stlar, sizlar bilan endi biz xayrlashamiz. Xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Xayr.